Avvalambor assalomu alaykum ahli gruppa, ahli YouTube. Mana bugun 2025-yilning 30-dekabr kuni yana 1 gektar kavrak plantatsiya ishlarimizni amalga oshirmoqdamiz. O'tgan 2024-yil fevral oyida ham 4 gektar ekkan edik. Mana bu yil yana 1 gektar qo'shimcha qildik. Nasib bo'lsa xalqimizga, vatanimizga dasturxonlarimiz to'kin sochin bo'lishi uchun davlatimizga o'z daromadi uchun o'z hissamizni qo'shish uchun yana 1 gektar kavrak plantatsiya ishlarini amalga oshirdik. Nasib bo'lsa mana shu kavraklarimizni hozib ko'chat qilib xalqqa yetishtirib beramiz. Xalqimizga bu bir daromad hisoblanadi. Hurmatli gruppadoshlar, YouTube ahli, va mana shu videomiz kimda kim yoqqan bo'lsa bitta like bosib o'z izohlaringizni kommentariyaga qoldirishlaringizni iltimos qilib so'rayman. Mana o'tganlik mana shu oxiri tomonga 1 gektar kavrak egildi. Mana bu yil yana 1 gektar qo'shimcha qildi. Mana urug'larimiz Navoiyning Nurotaning okrugidan egilgan. Mana egilish jarayoni urug'i. Mana shu 1 gektarimizga 100 kiloga yaqin urug' ekdik. Mana